Salom do'stlar, ushbu videomizda present simple zamoniga oid 50 ta gapni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, boshladik. Birinchi gapimizda I play football every Sunday, ya'ni men har yakshanba futbol o'ynayman. Ya'ni bu har yakshanba o'zi davom etayotgan ish harakat. Keyingi gapimiz she does not like cold weather, ya'ni u sovuq ob-havoni yoqtirmaydi. Do you like chocolate? Sen chokoladni yaxshi ko'rasanmi? We go to university every day, ya'ni biz har kuni universitetga boramiz. Keyingi gapimiz he drinks coffee in the morning, ya'ni u ertalablari kofe ichadi. They do not visit us often, ya'ni ular biznikiga tez tashrif buyurishmaydi deyapti. Ya'ni bu gapimizda negativ. Does she sing well? U yaxshi kuylaydimi? Water boils at 100 degrees Celsius, ya'ni suv 100 darajada qaynaydi. Ya'ni bu ma'lumot bo'lganligi uchun, ya'ni bu o'zgarmas ma'lumot bo'lganligi uchun hozirgi oddiy zamon ishlatiladi. Keyingi gapimiz I always wake up early, ya'ni men har doim vaqtli uyg'onaman deyapti. She writes letters to her mother, ya'ni u onasiga xat yozadi. Bu ham takrorlanadigan ish harakat. Do we have homework? Ya'ni bizada uyga vazifasi bormi? Does he learn English? Ya'ni u ingliz tilini o'rganadimi? The train leaves at 8 am, ya'ni poyezd soat 8 da jo'naydi. Ya'ni bu jadval, ya'ni jadvallar uchun ham hozirgi oddiy zamon ishlatiladi. I clean my room every week, ya'ni men har hafta xonamni tozalayman. Keyingi gapimiz do they travel abroad every year? Ya'ni ular chet elga har yili sayohat qilishadimi deyapti. She learns German every evening, ya'ni u har kuni kechqurun nemis tilini o'rganadi deyapti. We organize events for the community, ya'ni biz jamoa uchun bazmcha tashkillashtiramiz, ya'ni event, bazm shunga o'xshash qanaqadir o'tirish tashkillashtiramiz bo'lyapti. He fixes broken machines, ya'ni u buzilgan mashinalarni, ya'ni texnik vositalarni nima qiladi, tuzatadi. Keyingi gapimiz they prepare delicious meals, ya'ni ular mazali ovqat tayyorlaydi. Does she finish her work on time? Ya'ni u ishini vaqtida tugatadimi? Do we need more books? Ya'ni bizga ko'proq kitob kerakmi? I enjoy reading novels, ya'ni men romanlar o'qishdan rohatlanaman deyapti. She walks to the park daily, ya'ni u har kuni parkda yuradi, sayr qiladi deyapti. We do not like loud music, ya'ni biz o'sha baland muzikani yoqtirmaymiz deyilyapti. He does not drive to work, ya'ni u ishga mashina haydab bormaydi. The sun rises in the east, ya'ni quyosh sharq tomondan chiqadi.
Do I need to call him? Ya'ni men unga qo'ng'iroq qilishim kerakmi, shartmi, deyapti. Does he open the shop at 7 am? Ya'ni u do'konni soat 7 da ochadimi, deyapti. They do not play video games often. Ya'ni ular tez video o'yinlar o'ynashmaydi. She loves Italian food. Ya'ni u italyancha ovqatlarni yoqtiradi, sevadi, deyapti. I do not watch horror movies. Ya'ni men o'sha dahshatli kinolarni ko'rmayman, deyapti. Tomosha qilmayman. He enjoys playing chess. Ya'ni u shaxmat o'ynab rohatlanadi. Do they dance at parties? Ya'ni ular bazmda raqs tushadilarmi? Tushadimi? Ya'ni o'ynashadimi, deyapti-da bazmda. We do not understand the question. Ya'ni biza savolni tushunmaymiz. He does not paint often. Ya'ni u tez chizmaydi, deyapti. Rasm chizmaydi. Paint. Do we need more chairs? Ya'ni bizga ko'p stullar kerakmi? The teacher explains the lesson. Ya'ni o'qituvchi darsni o'rgatadi, yoritib beradi. She visits her grandparents weekly. Ya'ni u har hafta bobo va buvisinikiga tashrif buyuradi. Do the kids enjoy the park? Ya'ni bolalar parkdan rohatlanishyaptimi? Ya'ni mazza qilishyaptimi, deydi-ku. He reads the newspaper every morning. Ya'ni u har kuni tongda gazeta o'qiydi. The cat sleeps on the sofa. Ya'ni mushuk divanda uxlaydi. They do not celebrate holidays often. Ya'ni ular bayramlarni tez nishonlashmaydi. We share our lunch at school. Ya'ni biza o'zimizning abidga ovqatimizni, nonushtamizni maktabda bo'lishamiz, deyapti. He attends meetings regularly. Ya'ni u o'sha doimiy ravishda uchrashuvlarga qatnashadi, deyapti. Do you agree with this idea? Ya'ni sen bu g'oyaga qo'shilasanmi? The dog barks at strangers. Ya'ni kuchuk begonalarga vovulladi, deydimi? Vovulladi, xullas. Begonalar bilan nima qildi? She does not eat spicy food. Ya'ni u spicy foodlarni yemaydi, deyapti. Qanaqadir fast foodga o'xshagan ovqatlar, ko'chada tez bo'ladigan ovqatlar. Do you exercise every morning? Ya'ni sen har kuni tongda mashqlarni bajarasanmi? Ya'ni tonggi mashqlarni bajarasanmi? He writes a diary every night. Ya'ni u har kuni tunda, kechasi kundalik yozadi. Va bu gapimizning oxirgisi edi va o'ylaymanki videomiz foydali bo'ldi. Ko'proq video uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.